Ana brat уже medallar oldi. Mana gubernatorni qo'lidan oldingizmi, bironta berdimi aka sizga? Gubernatorni O'zi berdi. Soatchani ko'rsating, soatchani. Soatni yamonidan haligilar soatni. Bir emas, naq 4 ta jannat kalitlari, qiz farzandlari bor xayrullo do'stimiz bir paytlari Toshkent bozorlaridan birida uzoq yillar davomida oddiy aravakash bo'lgan. Yigitning omadi bilan hazillashma deyshadi-ku. Bugungi kunda esa Rossiya hukumatı unga qahramonlik ordeni taqdim etdi. Shu bilan birgalikda qimmatbaho soat ham hadya qildi. Rossiyalik biznesmen siyosatchi ayol esa unga naqd 1 million rubl, ya'ni taxminan 140 million so'mni hadya qildi. Albatta muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev uni jasorat medali bilan taqdirladi. Axir u O'zbekistonliklarni qanday jasoratli ekanligini dunyoga ko'rsatib qo'ydi. Biz ham Abdurahmon Fazilov hamda uning homiylari befarq bo'lmadik. Yurakchani addushi qizartirib qo'yib, kommentariyada fikringizni qoldiring. Men va mening hamkorlarim Xayrullo do'stimizga bugun qanday hadyani taqdim etamiz?